Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Putin Rossiya milliarderlarini urushda qanday qilib o'z tomonida ushlab turdi? Ukraina bilan urush davom etayotgan bir paytda Rossiyada milliarderlar soni tarixiy eng yuqori darajaga yetdi. Ammo Vladimir Putin hokimiyatda bo'lgan 25 yil davomida Rossiyaning eng boy va qudratli qatlamlari, ya'ni oligarxlar, deyarli barcha siyosiy ta'sirini yo'qotdi. Bu holat Rossiya prezidenti uchun ijobiy hisoblanadi. G'arb sanksiyalari oligarxlarni Putinga qarshi qila olmadi. Sobiq bank milliarderi Oleg Tinkov o'z Instagram sahifasida urushni aqldan ozganlik deb tanqid qilgan postidan keyingi kuni uning rahbar xodimlari Kreml tomonidan chaqirildi. Tinkov bank o'sha paytda Rossiyadagi ikkinchi yirik bank hisoblanar edi. Kreml tomonidan Tinkov bank rahbar xodimlariga agar bank asoschisi bilan barcha aloqalarni uzishmasa, bank milliylashtirilishi aytiladi. Narxni muhokama qila olmadim, deydi Tinkov New York Times gazetasiga. Bu xuddi garovdagida edi. Nima taklif qilinsa, shuni olasan. Muzokara qilishning iloji yo'q edi, deydi u. Bir hafta ichida Vladimir Potanin bilan bog'liq kompaniya bankni sotib olishini e'lon qildi. Potanin hozir Rossiyaning 5-eng boy odami va qiruvchi samolyot dvigatellari uchun nikel yetkazib beradi. Tinkovning aytishicha, bank asl qiymatining atigi 3% ga sotilgan. Natijada Tinkov qariyb 9 milliard dollar boyligini yo'qotdi va Rossiyani tark etdi. Bu Putin prezident bo'lishidan oldingi davrdan mutlaqo farq qiladi. Sovet ittifoqi parchalanganidan keyingi yillarda ayrim rossiyaliklar davlatga tegishli yirik korxonalarni egallab olish va yangi paydo bo'lgan kapitalizm imkoniyatlaridan foydalanish orqali nihoyatda boyib ketgan edi. Ularning boyligi siyosiy beqarorlik davomida ularga kuch va ta'sir berdi. Ular oligarxlar deb atala boshlandi. Rossiyaning eng qudratli oligarxi Boris Berezovskiy Putinning 2000-yilda prezident bo'lishini tashkil qilganini da'vo qilgan va yillar o'tib buning uchun kechirim so'ragan, chunki keyinchalik u Putin tarafdorlari tomonida emas edi. Berezovskiy o'z rolini bo'rttirgan bo'lishi mumkin, ammo o'sha davrda oligarxlar haqiqatdan ham eng yuqori hokimiyat pog'onalariga ta'sir o'tkaza olardi. U uzr so'raganidan sal ko'proq vaqt o'tgach, Berezovskiy Buyuk Britaniyada sirli tarzda o'lik holda topildi. O'sha paytga kelib Rossiya oligarxiyasi ham deyarli yo'q bo'lib bo'lgandi. Putin 2022-yil 24-fevral kuni Ukrainaga keng ko'lamli yurish boshlaganidan necha soat o'tib, Rossiyaning eng boylarini Kremlga yig'ganida ular deyarli qarshilik ko'rsata olmadilar, garchi boyliklari katta zarba olishini bilsa ham. Umid qilamanki, yangi sharoitlarda ham birgalikda samarali ishlaymiz, dedi Putin ularga. Uchrashuvda bo'lgan bir jurnalist milliarderlarni rangi oqarib ketgan va uyqusiz deb tasvirlagan. Bosqin oldidan ham undan keyin ham milliarderlar uchun vaziyat og'ir bo'ldi. Forbes jurnaliga ko'ra 2022-yil apreliga kelib, ularning soni 117 tadan 83 taga tushdi. Urush, sanksiyalar va rublning qadrsizlanishi natijasida ular jami 263 milliard dollar, ya'ni o'rtacha boyliklarining 27%ni yo'qotishdi. Ammo keyingi yillar Putinning urush iqtisodiyotida qatnashish katta foyda keltirishi mumkinligini ko'rsatdi. Urushga katta mablag' sarflanishi 2023 va 2024 yillarda Rossiya iqtisodiyotini yiliga 4% dan oshirdi. Bu hatto bevosita mudofaa buyruqlaridan foyda ko'rmagan milliarderlar uchun ham foydali bo'ldi. Bu yil Rossiyada milliarderlar soni rekord darajaga yetdi, 140 nafarga. Ularning umumiy boyligi 580 milliard dollar. Bu urushdan oldingi rekorddan faqat 3 milliard dollarga kam. Putin sodiqlarni mukofotlagan, ammo bo'ysunmaganlarni hamisha jazolab kelgan. Rossiyaliklar neft magnati Mikhail Xodorkovskiy taqdirini yaxshi eslaydilar. U 2001-yilda demokratiyani qo'llab-quvvatlovchi tashkilot tuzgacha 10 yilga qamalgan. Bosqindan keyin deyarli barcha mega boylar jim bo'lib qoldi. Urushga qarshi chiqqan ozginalar esa mamlakatni va boyliklarining katta qismini tark etishga majbur bo'ldilar. G'arb sanksiyalari milliarderlarni qashshaqlatib, Kremlga qarshi qo'ymoqchi edi, ammo bu amalga oshmadi. Agar kimdir G'arbga qochib o'tishni o'ylab ko'rgan bo'lsa ham, sanksiyalar bunga yo'l qo'ymadi. G'arb Rossiya milliarderlarini bayroq atrofida birlashtirish uchun hamma ishni qildi, deydi SEPA tahlilchisi Aleksandr Kalyandr.
Ular uchun qochish yo'li yo'q edi. Aktivlar muzlatildi, hisoblar yopildi, mulklar musodara qilindi. Bu esa Putinga ularning boyligini urush iqtisodiyotiga safarbar qilish imkonini berdi. Xorijiy kompaniyalar Rossiyani tark etgachda bo'sh qolgan bozorni Kremlga yaqin biznesmenlar arzon narxda egalladi. Bu yangi, sodiq va ta'sirli qatlamni shakllantirdi, deydi Carnegie markazi tahlilchisi Aleksandra Propakenka. Ularning farovonligi G'arb bilan qarama-qarshilik davom etishiga bog'liq. Eng katta qo'rquvlari esa eski og'alarning qaytishi. Faqat 2024-yilda o'shanday yo'l bilan 11 nafar yangi milliarder paydo bo'ldi. Urush va G'arb sanksiyalariga qaramasdan, garchi aynan ular tufayli Putin Rossiyaning eng boy va ta'sirli odamlarini qattiq nazorat ostida ushlab turibdi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.